Green karta bu nima? Ko'pchilik uchun bu Amerika orzusi. Endi esa har yili minglab odamlar Green Card lotereyasi o'ylab topilgan. Ko'p yutganlar bu o'zbekistonliklar bo'ldi. Ya'ni top 1 oldik va bir kun sizga ham Green Card o'z eshiklarini ochadi. Green karta bu nima? Ko'pchilik uchun bu Amerika orzusi, lekin aslida esa bu juda ham kuchli siyosatdir. Bu dasturlar ildizi 90-yillarga borib taqaladi. AQSh hukumati bu yilda Diversity Visa Program, ya'ni turli xil viza dasturini tasdiqlaydi. O'zi Green karta buni olib qarasak, juda ham ko'pchilik odam o'ynaydi, qiziqib. Har yili oktyabr oyida bo'lib o'tadi va javoblari may oyida chiqadi. Va har yili 55 ming nafar odam tanlab olinadi. Hozirda mana statistika bo'yicha agar qaraydigan bo'lsak, 2025-yilda hozir bo'lsak 2026da o'ynaganlar bo'yicha eng ko'p yutganlar bu o'zbekistonliklar bo'ldi. Ya'ni top 1 oldik. Ikkinchi o'rinda adashmasam Rossiya turgan edi. Lekin ko'p o'zbeklarimiz hammamiz qiziqib Green karta o'ynaymiz, чтобы yaxshi hayotga, yaxshi farovonlikka va orzularimizga erishish uchun, ya'ni u davlat bizning orzuyimiz bo'lganligi uchun Green karta o'ynaymiz va hayotimizni yo'lida o'zgartirish uchun. Bu biz uchun juda ham katta yutuq deb hisoblanadi agar biz Green karta yutadigan bo'lsak. Ammo o'zi buni tagida nima yotganligini ko'pchilik bilmaydi. Bu narsa orqali o'zi immigrantlarni nima uchun jalb qiladi? Oldinlari o'zi Amerikaga, Lotin Amerikasi va Sharqiy Osiyodan kirib kelinardi, lekin bu narsani butun dunyodan jalb qilish Green Card lotereyasi o'ylab topilgan. Ya'ni u yoqdagi Amerikadagi rivojlanmagan shtatlarini chetdan butun dunyodan immigrantlar kelib rivojlantirishni plan qilishgan, reja tuzishgan. Endi esa har yili minglab odamlar AQShga doimiy yashash huquqiga ega bo'ladi. Endi o'zbekistonliklar uchun Green Card nima uchun muhim? Chunki AQSh vizasiga imенно O'zbekiston fuqarolari baribirgina viza olishi juda ham murakkabroq. AQSh hukumati men o'zi tomonlama o'ylagan holatda bo'lsa ham, ya'ni bizga qanday yengilliklari bo'ladi? Asosan viza olish Green Card lotereyasida g'olib bo'lsangiz, sizda o'sha hamma narsa agar joy-joyida bo'lsa, hujjatlaringizni to'g'ri yig'adigan bo'lsangiz, sudlanmagan bo'lsangiz, o'rta maxsus ta'limga ega bo'lsangiz, siz uchun deyarli ochiq bo'ladi. Faqatgina shu suhbatdan ijobiy o'tsangiz xolos. Agar siz o'z ustingizda ishlasangiz, har yili Green Cardga, lotereyaga anketasi to'ldirsangiz va sabrli bo'lsangiz va bir kun sizga ham Green Card o'z eshiklarini ochadi. Bu orzu emas, bu rejali harakat. Shuning uchun bugundan siz ham harakat qiling. Xudo xolasa Green Card yutadigan bo'lsangiz, Grant Visa markazi sizga yordam beradi. Barcha hujjatlaringizni yig'ishda, elchixonaga tayyorlab berishda yordamlashamiz va bizning deyarli 10 yillik tajribadan kelib chiqib yordam beramiz. Dushanbadan shanbagacha 10 dan 6 gacha Grant Visa markaziga murojaat qiling. Agar siz Green Card yutgan bo'lsangiz ham, yutmagan bo'lsangiz ham yordam beramiz. Telefon nomerlarimiz opisaniyada bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' va salomat bo'linglar.